Salom. Bilasizlar, har doim o'zim ishlatib ko'rib, undan keyin aytaman. Ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi, yesa bo'ladimi, borsa bo'ladimi, chiroyli joymi, yo'qmi? Xullas, men buni o'z pulimga sotib olganman. Oddiy magazindan Azilit Grass anti-jir. Именно mana qaranglar, mana bunaqa для деликатных поверхностей deb yozilgani uchun oldim. Именно plitaga, bizda bu yerda plita. И yuvdim. Mana shunaqa idealni bo'ldi. Men bilan o'zi shundoq ham bor, suvdan bo'lgan. Idealni bo'ldi. Hozir yana bir marta artib yuboraman. Mana bu tefalimizga ham chirk bo'lib qolgan edi. Mamutlarga tegib ketadi. Ovqat qilganda chunki o'sha yerda qilamiz-da. Mana buniki ham ketadi. Hali yuvganim yo'q. O'shaning uchun mana bardak. Mana ham tegi kir bo'lib ketgan. Mana qaranglar, qanaqa toza bo'lib qoldi. Вот. Fioletoviy rang bo'lar ekan. Mana mamutimizda ozgina chirk bor. Mana ko'ryaptimi? Qaranglar, yog'li mana bunaqa bo'lib qoladi. Hozir mashqga sepib ishlatib ko'raman, keyin to'chni aniq sizlarga aytaman. Yaxshi o'tdi. Endi hozir sizlar bilan mana bularni ketkazib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rsatganimdek bunday qilib, lekin yumshoq bo'lib qolar ekan, bemalol ketkazsanglar bo'lar ekan. Mana hozir уже machalkada qilib chiqdim. Вот так. Bunday qilib, mana endi latta bilan bundoq qilib olib tashlasa bo'ladi. Ato reklamada ko'rsatib bitta sepishadi, keyin bittada bundoq qilishadi. Yo'q, baribir ham tozalaydiganda ozgina bunaqa qilishinglar kerak. Mana endi idealni bo'ldi, yog'lari ketdi. Mana buni ham ko'rsatib beraman. Mana bu ham tomchi yog'chalari ketdi. Mana plita ham ketdi. Mana buni ishlatdim. Testi o'zim ishlatib ko'rib aytayapman. Agar yana shunaqa полезный informatsiyalar kerak bo'lsa, keyingi obzorlarimda nimani obzor qilishimni yozib ketinglar kommentariyga.